Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan judayam yumshoq, ichlari berk bo'lib qolmaydigan keks pishiramiz. Bu keks yordamida, xamira yordamida ichiga har doim xohlagan narsalarni qo'shib har xil keks pishirsangiz bo'ladi. Buning uchun biz 3 ta tuxum bilan shakarni yaxshilab aralashtiramiz mikser yordamida. Xohlasanglar venchikda agar ko'pirtira olaman tuxum ishguncha desangiz venchik orqali yordamida ko'pirtirsa ham bo'ladi. Yaxshilab bit qilib nimani qanchadan solishimni tagida pastda opisiyaniyada yozib qoldiraman. Ko'pirguncha salgina ishib chiqquncha ko'pirtiramiz. Ko'pirtirganimizdan keyin sekin boshqa masalani qo'shib olamiz. Уже ozgina ko'pirib chiqdi. Tuxum ishib chiqdi. Shakar qo'shdim. Hozir o'tdim. Yana ozginadan shakar qo'shib, dalish ko'pirtirishda davom ettiramiz. Keyin ketidan margarin, qaynoq kefir yoki 2-3 qoshiq mayonez bilan kefir aralashtirib yoki o'rniga sut yoki nima bo'lsa o'shani qo'shib pishirsa ham bo'ladi. Yaxshilab shunaqa ko'pirib chiqqandan keyin qo'shamiz. Agar venchik yordamida ko'pirmasa, lutcha qilmasligini tavsiya qilaman, chunki ichi berk bo'lib pishib qoladi. 2-3 marta aralashtirib olganimizdan keyin ozginadan un qo'shib bitta massa holatiga keltiramiz. Uni men venchik yordamida qilib oldim. Hozir mikserda qilsam hamma joyga un sachrab ketadi. Yaxshilab aromatik qoldirmasdan aralashtiramiz. Unni ko'p emas, kam emas, shunaqa massa hosil bo'lishi kerak. Qaymoqdan salgina quyuqroq olib qolipimizni o'simlik yog'ida yog'lavoramiz kistichka yordamida. Xamirimizni solib, ustiga yong'oq mayonez, o'zi olchaman qo'shdim. Ustiga chiroyli bo'lib chiqadi deb, lekin suvi chiqib ketibdi ozgina. Ichiga massani ichiga qo'shib o'rganda mazaliroq bo'lib, bilinmay ketardi sochdan bo'lib. Ichiga yong'oq, mayonez, olma, olcha, uyda bor narsalardan foydalansa bo'ladi. Olchalarni terib chiqib 2-3 marta urib olib, duxovkaga, qisib turgan duxovkaga 180 gradusda birinchi 10 minut pishirib, qolgan 30 minutda 160 gradusda pishirib olamiz.